Shu kunlarda poytaxtimiz Toshkent shahar bir vaqtning o'zida ikkita xalqaro sport tadbiriga mezbonlik qilmoqda. Olimpiya shaharchasida boks bo'yicha kichik o'smirlar va o'smirlar o'rtasidagi turnir hamda sohil voleyboli bo'yicha 18 yoshgacha bo'lganlarning Osiyo kubogi o'tkazilmoqda. Kecha voleybol turnirining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar beradi. Qum ustidagi voleybol mamlakatimiz ilk marotaba 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qizlar o'rtasida Osiyo chempionatiga mezbonlik qilmoqda. Aytib o'tish kerak, mazkur chempionatda Osiyoning 14 ta davlatdan kelgan 48 ta jamoalar 5 kun davomida poytaxtimizdagi Olimpiya shaharchasida o'zaro kuch sinashadilar. Bu maydonda kelajak chempionlari ertangi kunda o'z mamlakatlari sharafini xalqaro arenalarda himoya qiladigan iqtidorli sportchilar jam bo'lgan. Sizlar nafaqat o'z yurtingiz, balki butun Osiyo sportining umidi va kelajagisiz. Dastlabki uchrashuvlarda O'zbekiston terma jamoasi Singapur jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Qiziqarli va keskin kechgan bahsda hamyurtlarimiz ilk setni o'z foydasiga hal qildi. Aytishim mumkin, tayyorgarlik jarayonlari juda yaxshi bo'ldi. Jamoamiz musobaqada munosib ishtirok etishiga ishonaman. O'zbekiston jamoasiga keladigan bo'lsak, albatta ular ham kuchli tarkibga ega. Musobaqalarning guruh bosqichi uchrashuvlari davom etmoqda. Qizg'in va murosasiz bahslarga boy o'tayotgan chempionat 10 may sanasiga qadar davom etadi.